Salam aziz dostlar, hemen şu vaxt gördüğün güzel bolsun. Meşayalıq dostlarla Aygül'dün hemen mikrimde otlu salamlar bolsun aziz dostlarım. Bolsun şu filmimni seyretmay bir taz yürüyünlerini aymay besip, alt raqamını yollap güllerini soğuk qılıp, yıldız besip saklı eşinlerini çin yürüyündüğüm tıkımı aziz dostlarım. Bana bugün körüvatqın aldık örümcekке gelme 4-5 gün olub qaldı. Düşenmeden başlap şu tekşürüşke kirgen, şu örümcek şehirlikке Wuhan, Asiya meni yürek kan tomir kasalliklar doktorxonasiga qarab yo'l elib mangdim. Şunda qilib aziz dostlar mashinamni haydab o'zim yolg'iz mana shu Şinjan yurak men qon tomir kasalliklar doktorxonasiga yetib kelgan bo'ldim. Mana men Şinjan yurak men qon tomir kasalliklar doktorxonasiga yetdim. O'sha doktorxonada 3 kun bo'ldi tekshirish natijalarini. Yeni tekshirishni oldim hozir. Bu doktorxona Dabazadan 15 kilometr jiratlıqdaki bu doktorxona keşke məqsədim olsa, başqalarına köp tüycan qılı Aygülxanın bu məxsus yürək men qan tomir kasalliklar doktorxanası. Uç doktorxana basla adamni və kişi aşı təfsili tekşirdi. Tekşirişlərim amma başqa doktorxana oxşamaydı deb tavsiyə qılıq üçün yeyişəngə bağımdım əziz dostlarım. Mən operasiya olğaya Ürümçi doktorxanada operasiya qılğan. Lekin bu da ishkin doktorxonaga kirmadim, yeyishayangim bormadim. Shu maxsus yurak meni qon tomir kasalliklar doktorxonasi, mush doktorxonaga basla deb tavsiya qilgan uchun mush doktorxonaniki dangvisini topdim, dangvisini tepib, shu Dabazadan mushaga 15 kilometr jiratga mashina haydab kelib, nomer elib, janjalga kelgan bo'ldim. Odam nima jiqga doktorlarniki mayli tekshirish bo'lsin, mayli muomala jihatda shunchalik yaxshiga rozi bo'ldim, lekin bu doktorxonani tekshirishlardan. Bu doktorxonaga kirib lan Şayalıq bir qızlar bilan tanışıp qaldım, bir jutluğunki meni shifab ep qo'yamsiz desam ma'qul deb shu qizchaq shechan qilib qo'ygan bo'ldi. Lekin o doktor qanagan vaqtida to'mudin har qanday vaqtimda meni kashiv bilgimga jingni sanjib qanasa ishti qan chiqmaydi. Shunchalik ish qilib ayzal to'lg'ab jingni uchun shunday qiynab ketdim, qiynatyapti. Shuna qilib qon nima oldi, qon nima yurakka qarta tekshirdim, shu qonning yepishqoqligi, qon nima bormi yo'qmi degandek shu cho'ng qon elib tekshirgan bo'ldi aziz dostlarim. Lekin bu doktorxonadagi tekshirishlari unda qo'lning uchida andikan tekshirmaydi ekan. Hatto shu yurak bo'limiga kirib shu yurakni shinzon bichoq qilib tekshirgan. Ash tekshirishda ish qilib 15 minutga tekshirganda shunchalik uzoq tekshirib qolgan bo'ldi. Ishqilib bir ayolga nisbatan aziz dostlarim, shunchalik jiroq yerdan 1000 kilometr jiroqlik musofirni yolg'iz mashina haydab shu Ürümçi doktorxonaga mashina haydab kelib o'zim yolg'iz tekshirib, shunday qilmoq degan oson gap emas aziz dostlarim. Bütün tekshirish natijalarini 3 kungacha tekshirib, natijalarini qo'limga elib shu doktor ishxonasiga qarab bordim. Doktor natijamni ko'rgandan keyin shu bicho qonning natijalarini shunday yaxshi chiqargan dedi. Anadan keyin sirtqa tushtamoq chiqib berib qolsam mashinamni ichida ko'rayotganimda yetib uxlab, anadan keyin tamoqni yeb bo'lib yana shu doktorxonaga kirib tushgan bir tekshirish bor degan ma'qul deb qilsam, shunda endi pobo qilib yugurib tekshirishga dostlarım. Shu tekshirishda yurgan haqiqatan saq chiqsa, sen o'zingni ish qanday yurak kesildi desang bo'ladi. Dedim, ma'qullamış tekshirish dedim. Endi buningda shu yarim soat asta dastlab mangdi ekanmiz aziz dostlarim. Undan keyin qadamni sal ishtiqol ekanmiz, cho'ng yugurmayotganmiz lekin bunda harakatli tekshirishga stol belgimga shu yurakning qon besimini o'lchaydigan nimani bekitdi. Anadan keyin shu maydalarimga shu butun iliqi do'ntayni osqandek birayni chaplab shu bir muncha simlarni qisib shunday tekshirdi. Buningda azrab mühim deb mundaq bo'lgan ahvolim pek bo'lmadi. Endi bunday jiddiy maqan keyin sal azrash bo'ldi ekan. Doktor men mush tekshirishdan o'tib keta olsang, sening hech qanday yurganda masala yo'q deb shu oldingdagi tandagi rasm chaqratma qarab tur deb shu rasmdagi chaqratma qarab mana shu yurtni qildim. Yurakning natijasi hamma natijalarimni chiqib qildi. Shunchalik yaxshi chiqdi bu natijam, ham o'zim shunchalik xush bo'ldim. Natijalarimni ko'rgandan keyin doktor men sening hech qanday yurakka qarta Darım yemegen, yürgün shunchalik yaxshi ekan. Yürgün pek yaxshi chiqdi. Men natijalarda sen xotirjam bo'l. Yürgün saq kelsinki. Sen nima dori yeding deb so'radi. Men mana bir dori ishgan, mana xotinninki, mana dori. Deb aytsam, sen davomli qash dorini ichib bergin. Yürgün yaxshi ekan deb doktor shunchalik yaxshi maslahat berdi aziz dostlarim. Hamma o'zim shunchalik xush bo'ldim. Yürgünde hech qanday masala yo'q, xotirjam bo'lsang bo'ldi. Deb shunchalik talab azrab yarim soat atrofida shunaqa yugurib qilibdi. Har bir qatim bilgimiz siqib qolgan vaqtimda shunchalik qo'llarim beram silinib ketdi. Qon besimim normal, anadan keyin qonda may yepishqoq hech qanday nima yo'q. Natijalarim shunchalik yaxshi chiqdi. Endi shunchalik jiroq yerdan endi o'zim yolg'iz mashina haydab ayol kishi bo'lsam, Ürümchiga kelib, shunday bir tekshirishlarni qilib, tekshirish natijalarimdan yaxshi chiqqanda shuncha xush bo'ldim aziz dostlar. Sizlarning nurg'un yaxshi tilaklaringiz bilan
Məndən salamətliyim üçün şey yaxşı çıxdı. Sizlərə köp rəhmət, mədədlər anağa. Həm mən Ayrab xanımğa xalis dodaşlarım köpdün köp rəhmət.